o'quv binoyimizdagi kundaligimizni masalan so'ragandan keyin 20 ta o'quvchi bo'lamizmi, 40 ta o'quvchi bo'lamizmi, 60tami yoki 50tami guruhlarimizni so'ragandan keyin uni 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik qilib pul to'lovlarini o'zbekcha bo'lgan o'zimizdagi kasb hunarli kapelka kundaligida pul to'lovlarini olamiz, chunki bizada hammasi qonun qoida bo'lgandan keyin ularga ortiqcha qo'shimcha bo'lgan har xil bo'lgan kundalikligi pullari o'zimizni qo'limizda qoladi va qolgani o'zimizdan qo'limizdan o'sha xalq bankiga yoki davlatimizning kelib bizani tekshiradigan yoki so'raydigan har xil ish faoliyatidagi ketadi. Shuyog'ini eslatib o'tmoqchimiz, barcha pullarimizni o'quvchilar beradigan pullari yonimizda emas, yoki o'sha kerakli bo'lgan joylarga ketadi va bizada qoladi faqatgina bilimimiz, yana kelajagimiz qoladi. Nafs orzularimiz bo'lsa o'sha o'zbekcha kapelkadagi sinovlarni pulini to'laganimizdan keyin boshqa qilgandan keyin ana o'sha sinovlarni orasida o'sha bizlarni qiynaydigan har xil sinovlar pastga tushib ketadi. Ana shunaqa ma'noda oson ish faoliyati yo'lini ish yo'liga qo'ydik.